Oğlanın tomura işte gom soqquda. Vay, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, chiqman, chiqdingizmi? Ben hazır kelgandim, o'shanchini oldilar. Obda bo'libdi. Ravaq taraf tikisib o'qiymizdingiz, ishninki qaysi tarafda o'qiydingiz? Ravaqdan qarshi etibdilar. Men sol tarafdagi ishkinchi bino tarafga ma'siz. Xat yozib bilan undaringizni deb berman. Ma'qul. Men tamoq etay davassam, vakolatchim kelib qoldi ya. Bassam, ash meyfellam qilsam bo'lg'idek. Deb bijalib qo'layim qanday ya. Qandaroq turli bilgan? Oxalayapmiz. Tamoq qilay davasam, men vakolatchim telefon qilib qoldi. Ketdi, men malni shada ilib ma'ma degan. Sizlar yig'ishtirdigan uyam bu yerni qilib oshxonaga Ma'qul. hozir tamoq qilmagandan keyin chiqa olaylar. Ma'qul. Hozir chiqay. Do'stlar, men bir ishimni qilib olay. Jiddiyleşib qoldim ya. Siz oshxonachilikda sabab bo'lmaymi, yana yig'ishtiravering. Ma'qul. Yaxshimda. Voy yaxshi turdingizmi? Tishlabman. Keling. Chapal tikib qoldingizmi yo yo'lda? Yo'q. Telishib. Keling. Yaxshimi? Tishliqmi? Bal tishdimi? Keling, o'tira. Merhaba. Ben sana geliymiş bir narsalar bilan bir choy demlab chiqsam. Ma'qul. Hozir chaylamlayman. Ma'qul. Sizlar doyundan ko'rib kelganmidlar? Doyundan ko'rib qizimga bir epasam ishlatib baqsa o'g'lim tikilib. Obdan bo'libdi. Tozliqqa sabab o'zir ishlatmamlar. Kasal sababidan odatim to'xtaqliqda. Sizlar hozirlam to'xtab ketdingizlar. Bunda bo'ldi. Shunga bir qizim hamda bir shu ishlarning oldini olish uchun ishlatib ko'rib baqsammi deb. Vakolatchi ulaplam tayliq. Nem qilaymi? Obda o'ylablar. Bu ayol kishilar bo'lsa, hojat tushadigan bir mahsulot bu. Biz bir choyni ichib o'tib, ondan ichak berib sizlarga bir ko'rsatib, mashinasi shu deb bir ko'rsatib qo'yay. Undan keyin qara qilamlar. Choyga baqslar. Rahmat. Ben sana nama bayımki bana kaldı diye yumuşak namba. Baqslar choyga. Choyni ichib olamiz. Maslahatni bir ko'zim bilan ko'rib bir tanishib chiqsam bo'pti ekan. Aka maslahatni taxaj yig'ishtirmadim, ashaklar baram qilsa. Mavo ayrim tug'ni ajilqi so'g'atliq qo'shib bergan bir tallaqqa. Mishtal chiqdi. Bir qopdan mishtal 3 tal chiqdi. Almashtirib kiyimiz emasmi? Birini shu 80 milli qiyna so'miralaydi, 8 soat, 12 soatgacha kiyalaydi. Shuma bu raxtbek yaxshi ekan. Raxtbek yaxshi. Yumshoq. Qaysilarni ichib ko'ravasizlar? Mana mishtal chiqdi ma'volik cho'nga. Bu XS dan boshlab, shu mishtal cho'nglig'icha keldi, 9 yoshdan boshlab 80-90 kilogacha hammadan kiyalaydi. Yaxshi. Eng teshikimish qaytdi. Suv o'tkazmas qaytdi. Raxtbadangiz ziyonsiz. Ziyonsiz, faqat ziyon qilmaydi. Mana qayslar? Ma'vo bizniki suv o'tkazmas qaytdi dedi qamasmi? Miyaga suv quyib beray. Mana suv o'tmaydi, mana qildilab turdi. Buni hamda kulrang qavatga o'tkazamiz. Mana hozir suv o'tkayri qurib bo'ldi qayslar. Ashta quruq turdi. Shu ez vaqtida quruq qolib turdi. Endi buniki bu rolg'o bek yaxshi, undan boshqa shu sizlardagi ayollar kesilib bo'lgan. Hem kasallikni oldin ola oladi. Meniki bakteriya cheklash qavati va o'tirdi. Shu qavatim 99% dan yuqorilikda bakteriyani cheklaydi. Nayt sog'lom bir bo'lgan bir mahsulot bu. Ayollar bo'lsa zot kiyish kerak. Endi sizlar qanday o'ylaylar? Shunchalik tushuntirib turay, qag'ini yana tushunganlar bo'lsa, so'rasa men tushuntirib qo'ysam bo'ldi. Ma'qul. Men shu tozliq qog'ozi sababli kasal bo'lib qolganligim uchun qizimni momishning oldini olishda bir ne vaqtni o'ylab kelgandim. Bo'ldi, men qara qildim, vakolatchilar bo'lib qilaysizlar bilan qo'l tutishib, tang ilgirlab ketsin. Tang ilgirlaymiz. Shu vakolatchi bo'laveramlar. Vakolatchi bo'lay. Ma'qul. Mane bir yig'ishtirib qo'yib, bir tomoq vaqtim bo'lib qopti. Biz zaten tomoq qilay. Tomoqni yeyib, andan mislin chiroyli uzitib qo'yay bulamda. Sizlar abar qilamanmi? Men tomoqqa o'ltirmay mengivasam bo'ldi. Yo'q, unda qisir bo'lmaydi. Ataydi yo'pog'ining kasiri bu tomoqsiz mangdusam qanday bo'ladi? Bizning erkin qo'yib berib, yana boshqa narsani ko'rgach do'stlar, men bir
tamak qilaveraymi? Sizlarni avar qildigan bo'ldi. Yo'q. O'tiraversin. Ko'rishni dumlab, sen adalib tuplab chiqdim. Ajab sizlar qaylayapmidimi? Yo'q. Baksa mevci bildim Sizlarni hiç o'tirib ko'pray. qo'ymay. Voy yo'q. Baksa. Asla mevci bildim. Men mefengi bir qaylı öteycim. Men seni qoruplam çıqay, tatıma bir qevasilcim. Ma'qul. Ajab sizlarga bir qaylayapmidimi? Yo'q. Seni qorup su quyib tutlam çeydim. Eshitdim, amma o'tirapli ya. Yedim. Oy, ballı kep boğaqış mında. Tamaq model ülgüredi oğay. Keldim balam. Meni oğlam. Her baxım öyde. Yatak üstü. Bayamqi kelinlarmi? Maqta qizlarim Ha, keldim. Üç balamның aile. Qizlari yo'qolib ketdi-ku. Boshqanda tamoq qalish. Ha, ma qo'sqidi bat deysizlar. Sizga va. Ha. Şu tamoqni qiyshig chiqsa, oshxonaga chiqsa, bunda o'tib ketadi ekan. Şu chiqmasil deb tamoq vaqtida yataqdan chiqamayman. Hozir qanchalik bo'ldi? 5 oy oldu. 5 oy bo'lgan vaqtida sizikdan chiqib o'g'iydi. Biz mo chiqdik sizikdan. Bu balning siziki sal uzrab ketdimi, hech uqmadim qayslar. Hozirgacha o'ba siqmaydi-ku. Tomoqqa qolashmay. Endi shu hozirgi yosh bolalar ishda sizik oldiga o'xshaydi. Uzoqroq davomli shunday ya. Shu singaydan bolalar. Soxta bezlik qilib ish qilish xo'sh yoqmay uyda yetayotam deya. Endi soxta bezlikmi qilmaganda. Soxta bezlik qilsimi? Uni uqmadim jiman men. Bizmi burun kelin bo'lgan vaqtlarimizda qusug'imizda bo'lsimi, sizgimiz qattiq bo'lsimi, amal yo'q, tamoq yetib qilmasak bo'lmaydi. Biz unda ishtik anonni yemay turishni ama endi hozirgi kelinlar ishda aytibadisizlar. Qiynanimizmi unda uyda nim qilishqimi, aram elishqimi yo'l qo'ymaydi-da, ko'tildab keynimizdan. Endi qanday qilamiz? G'ajab. Tamoqni içirip oldiq, içirip bersem ötütüp ketadi oqaysiz. Oshxonaga chiysam ötütüp deydi. Qag'in men bilmadim hozir. Hammamizga bir qiyinchilik. Soxta bezlik qilayotgan o'xshaydi. 5 oy bo'lg'uchim chiqmag'idek bu qiz balami sizlarni ish qilsalar. Oshtamidi? Kelinlari ketkicha taqoydan chiqmay yotadigan o'xshaydi. Ay, nim desam bo'lar. Endi o'shda yotadi, qanday qilamiz endi? Biz nim qilgan vaqtda ishkichilik suvini kuytirib, to'nlarni to'shqizib qilsaqmi hech qanday bo'lmaydi. Tamoq qildim, etaverdik ya, yog' burdi ya, andam demaydik bu qiz bola. Voy, hozir qiz bola shu. Ashta nozik. O'ngda yotmis bo'lmaydi. Bolam chiqib ketadi deydi. Qachqichmi shu yotoq o'yini ishkim ching dumlab ashta qiladi. Men-mende gap qilsa qaynan bo'ladi ekanmiz biz, aralashgan bo'ladi ekanmiz, to'g'ri tushunmagan bo'ladi ekanmiz. Endi qanday qilaman? Yana yotdingmi? Qanaqa qildim yotmay. Qo'pab ozroq medilab qo'y, qurt qo'ng'azlan mediladi-da. Yo chiqib o'sha qo'ylishamsa yotmay. Qanaqa qilib yermaydi. Men balkim bir choy demlab qo'yishdi buni o'tirib O'sha qildim, ishni qilib beratib, chedimda ish kelgan parang'ishib, og'zi qaylab, chin nimadaga deb o'tiramdim. O'zining deyishdan gapi bor. Anam qorog'im narsa aytganda qildig'im mefim bor. O'shalib turdi. Shuni yaverayimsa. Yo'q bo'ldi, yemagan bo'ldi, yemay bo'ldi. Yana edem bayardi, yeydim, yemaydim deb juramdimi? Nima yeysamsa? Tosh qozonni sho'rpisini ichaydigan o'zi hech kim bekab ketdi. O chaqda bir sil apaga yo'q. Shuning bek o'xshatdi. O'zi shuni yeyim kelib ketib borib beklam. Bu tushdi uyda osh pishib olsa, men chiqib tosh qozondan sho'rpisini ichib beraman demasam. Qanday qilmam uni yemasam shu och o'tarsam bo'ldi, shu bo'ldi och o'tiraman. Degan biznesi yalganmita. Degan nim bilan baqali bilan kichikam choy ichgan bu baqalim bek sadamni qo'yib qildim. Zatakımdan peyzanan taqiyemmisem. Düştüm o tüzübrek biznesi yemmisem hem de. Ne çok nazı hiç nesi yiyeyim kemgen. Özü çok mayım yiyeyim kemgen pardon. Ya öydüm imam bayan ya diyemeden. Çıkıp yaptırıydı. Qanaqa uni nasıl men chiqib ichirib berayman? Çandımı içirip beralım la. Şu imam bayan şu ya. Nem qığıl bulmuşsa. Nasıl çandımı içirip beralım la. Apam oldu. Xıcıl oldu kemgen.
Ama sen ben hıcıl olup gitsem ben Şu özüm ağrım tamak gibi düşsem şu hıcılık gibi şu çandım. akıl ben icer birey. Çandım şuma bom koplarken. Akıl. Şu endi qana qilamiz sizlar? Ana olgandiki kötəmey amal yo'q. Balam nega borsa? Jelenning buyruqdan soqma qilibdi, qo'ya soqma. Voy tamoq pishib bo'lgan. Tamoqni yeb olib chiqar. Apirib berib kelay. So'ngra yili qiysan bo'ladi. Aning sho'rp ichkisi kelib ketibdi ekan, shu meni apirib bergach. Hoca necep çıkmadı balam bu siziktin. Şorp içkisi vardım abi ya dese mene yanmış taraf şorpunu esip koymamdım ha. Bir gampen nokta biskine suyunu koyup yep baksın. Ma mimam mı derdi de aval yep baksın dep. Ötkende Ötkesi bir yap mama- baktı yani. Sen bana şu yandırıp kan kusap mı yani. Ötkende bir daş kazandan şorpusunu yep geldik ama eylem berip. Şunun tetip kaptı ki şunu. Ötken dikisi gene yeni vakti hazır 5'e açtı balam. Burada işte Bolaptı ma çıkıp bir. Baksın kandıra. Mış oğlam namaz tomra işte gom sokuda. İşte sokağız endi ben kanda kılım ha. Kaysla men mana bir ana olgan diken balam mani yep baksın desem çirep begisem men yep baka dep gipimni anglatkan bolsa menin gipimni ilik algan bolsa xotnuma manda qilib yetip ağzı qilib manda ilgerlik qılamaydı. Şu kelinin yaman bolsa oğlandın kö degen gep mana şu. Qanda qılımız emde? Ha, şu. Yandı degan bilan yandı olsa şu yeganlemisi badan quvvatlab qoladi. Boymuş kavap, şorpa, go'shtlam yeydi qaysi. Onundan başqa hamma nima qusudi ekan. Hozir keluvchi sizikos, shu bachka kavap, ashunda bir narsa ham sizikot ekan. Şunda. Muş sizikning banasida yeyib olmasam, men onamdan yemey cho'ng olgan. Ko'rib bakmagan ömrümde. Ma sizik vaqtimda yeyib olmasam, men bo'lak vaqtda ko'rmayman da naslini. Vey, davatgan gipini haqutunning. Vey. Bu bir kommunal vaqt olmasa, biz men tapanmaydigan, yemmaydigan müşta vaqtda fursat tepib yeyib olmasam. Nimanda ko'nglimni ilishtirdiganda adamning nerasini o'ldi. Mushimi gapmamni qilay desa, nadin keldi bu xotun. Bekadimdan kan bu ne deb adamning jidal terib miyadi. Özünün işini qilib o'ttamay. Mana hem deb unda qo'saqni sil ko'tarsa deb chiqmayli. Aram turg'atgan vaqtimda. Bunda vaqt yeyib olmasam, meningki yanchiqimda pulim bor, bo'lmasa dadam bor berdigan. Elip yang deb hali yeb cho'ng olganman. Sezik vaqtini bana qilib yeb olmasam. Yemay, ichmay cho'ng olganni xopliq emish. Shunga medan o'ziga o'xshadi.